Amina o'rnatgandan keyin VPN ishlatish mumkin emasmi? Amina mavzusida kelgan savollarning aksariyatiga oldingi videolarda javob berganimizga qaramasdan savollar kelishda davom etmoqda. Savollarning aksariyati ilovani ishlatishdagi texnik nosozliklar bilan bog'liq. Yuzaga kelayotgan muammolarni kimdir ilovani obnovit qilish bilan, kimdir esa ilova keshini tozalash bilan hal qilyapti. Biz o'zimiz Amina ilovasini ishlatmaymiz. Shuning uchun yuzaga kelayotgan texnik muammolar qanday hal bo'lishi haqida bizda tajriba yo'q. Agar sizda texnik muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bizni Telegram chatimizga kirib, muammongizni yozib qoldiring. Chat a'zolari o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib javob berishadi. Telegram chatimiz silkasini kommentariyaga yozib qoldiramiz. Endi ba'zi savollarga javob berib o'tsak. Yangi kelganlar ham Aminada registratsiya qiladimi? Ha, yangi kelganlar ham Aminada registratsiya qilib patentga topshirishadi. Agar qizil karta bo'lmasa, oldingi videoda ko'rsatganimizdek pasport ma'lumoti bilan ilovaga kiradi. Agar ilovaga kirishda muammo bo'lsa, Sahrovaga borib, o'sha yerda yordam olish mumkin. Autentifikatsiya muddati tugadi deb yozuv chiqsa, nima qilish kerak? Bunday yozuv chiqsa, siz boshqatdan ilovada rasmga tushishingiz kerak bo'ladi. Har doim shunday yozuv chiqqanida yangitdan rasmga tushasiz. Rasm sifatli chiqishi uchun orqa kameradan foydalanishni maslahat beramiz. Amina o'rnatgandan keyin VPN ishlatish mumkin emasmi? VPN ishlatganingizda Aminada geolokatsiya ma'lumoti noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Kimgadir bu muammo tug'dirganini eshitmadik. Lekin VPN ni doim yoqib yurishni maslahat bermaymiz.